Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana 15-16 kishili motoblogimiz keldi. Balonlari 600 ga 12 balon, frezer pichoqlari 5 qatorlik. Sifati juda yaxshi, benzinli. Mana bundan keyingi motoblogimiz Akula firmasiga tegishli 7 ga 9. Balonlari 410 balon, frezer pichoqlari 4 qatorlik. Bundan keyingi motoblogimiz mana bu dizelli 178 motor, 9 ot kuchli, balonlar 512 balon bo'ladi. Frezer pichoqlar 4 qatorli, statorli variantimiz. Bundan keyingi motobloglarimiz mana dizelli 176 kuchli, Yopa firmasidan 173 frezer pichog'i, kobra pichog'i ochar chiqadigan ichidan. Bundan keyingilarimiz mana 7 ot kishilarimiz 2008 mayda bo'ladi, 2009 katta balon. har xilidan bor. Shunga shunaqa sifatli motobloglar kerak bo'lsa, dastlabki raqamlarga aloqaga chiqasiz.